Shukronalik uchun daftarlaringizni chiroyli qilib tutishingiz kerak. Buni har doim ta'kidlayman, har doim gapirishdan charchamayman, chunki bu narsa sizni yuzingizni ochib beradi, ichki qalb dunyolaringizni ko'rsatib beradi. Sizni ichingizda bo'layotgan voqealar, sizni ichingizda bo'layotgan xayolotlar hammasi shu daftaringizda ko'rinadi. Shuning uchun harakat qiling, imkon qadar eng chiroylilariga, eng zo'rlariga loyiqmiz. Ana shu narsani siz o'zingizga loyiq deb bilganingizdagina sizga eng zo'r darslar berilishga boshlaydi. Sizlarni darslarda kutib qolaman. Shukronalik yozishdan oldin birinchi bo'lib tozalik qilish kerak. Nimagaki, toza joyga yangi informatsiya to'liq, aniq va sifatli kirib keladi. Birinchi bo'lib uyingizni shu eski buyumlardan, kiyinib turgan kiyimlaringizdan tozalab olishingiz kerak. Xo'sh, ishlatilmay turgan, masalan, o'tgan yili kiymagan kiyimlaringizni bu yil ham kiymaysiz. Ana shu kiyimlardan voz kechishingiz kerak. Ishlatilmay turgan idishlardan, jihozlardan voz keching. Balki u kimgadir kerakdir. Agar juda ham eskirib ketgan bo'lsa, undan qutulishingizni, tashlab olishingizni so'rayman. Telefoningizni eski nimalardan tozalang, rasmlardan, videolardan, hattoki siz chorniy spiskaga tiqib qo'ygan insonlaringizni ham o'chirib, o'sha chorniy spiskangizni ham tozalab qo'ying. Undan tashqari bizda ong tozalash bor. Ong tozalash deganda shu vaqtgacha eshitgan hamma informatsiyalaringizni o'chirib turasiz. Ya'ni tanishlaringizdan, yaqinlaringizdan eshitgan, voy unaqa bo'larkan, bunaqa qilsa bunaqa bo'larkan degan gaplarni hammasini bir chekkaga surib qo'yib turasiz. Boshqa darslarda o'qigandirsiz, kitoblardan o'qigandirsiz, ularni ham hammasini bir chekkaga surib turasiz. Yangi dars boshlashdan oldin farqi yo'q. Manda o'qiysizmi, boshqa trenerlardan dars olasizmi, farqi yo'q. Albatta eski darslarni hammasini o'chirib turish kerak. Keyin shunaqa narsalar bo'ladiki, atrofimizda voqealar bo'ladi, yaxshi, yomon voqealar. O'sha voqeaga qo'shilib ketishdan oldin, ya'ni hayotiy o'yin deyiladi. Bular hayot o'yinlariga qo'shilib ketishdan oldin, ya'ni masalan, yomon voqea bo'layotgan bo'lsa, siz uni to'xtataman deb qo'shilmasligingiz yoki yaxshi kulgili voqealar, pozitivniy voqealar bo'layotgan bo'lsa, qo'shilishib kulmasligingizni so'rayman. Shu voqeaga kirmasdan oldin o'zingizga o'zingiz savol bering. Bu voqea menga nimaga ko'rsatilyapti? Men bu voqeadan nima anglash olishim kerak? Ana shuni bilganingiz, savolni o'zingizga berganingizda sizga Alloh tomonidan avtomatik tarzda javob keladi. Ana shu javob kelishi sizga katta kuch bag'ishlaydi, sizni ochiqligingizni bildiradi, shaffofligingizni, ya'ni negativlardan, yomonliklardan toza ekanligingizni bildiradi. Ana shu belgi orqali siz o'zingizni qanchalik Allohga yaqin ekanligingizni bilib olishingiz mumkin.